Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Xitoy doiralari Turpan viloyati boyliq yezisidagi naposining 3 dan 2 qismini keyingi 5 yil ichida ko'chirdiganligini jakalagandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyi 28-iyun bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarining mazkur ko'chirish planini aybladi. Bayonotda boyliqdagi Uyg'urlarni ko'chirish planining Qashqar qadimiy shahar rayonidagi Uyg'urlarni ko'chirishdan keyingi yana bir qitimliq Uyg'urlarni tarqoqlashtirish harakati ekanligini ko'rsatdi. Egallashimizcha, boyliq manzara rayoni Turpandagi muhim sayohat nuqtasi bo'lib, Xitoy bo'yicha 5 A darajalik sayohat rayonlarining biri deb belgilangan. Maralbeshi naisi Seriqboya bozoridagi dehqon yosh Mahmud Ablimit uyida kompyuter saqlaganligi va chet eldagi bir do'sti bilan aloqalashganligi uchun bo'lgunchilik jinoyati bilan ayblanib tutqun qilingan. Buni yerlik saqchi doiralari dalilladi. Mahmud Ablimitni yaxshi bildigan Beijingdagi do'stlarining bayon qilishicha, Mahmud Ablimit tutqun qilinishining oldida Beijingda bir mezgil turgan va bu jarayonda chet elda yashayotgan bir do'sti bilan telefonda so'zlashib, chet elda ishlash yoki tijorat qilish yo'llari haqida ma'lumot so'ragan. Do'stlarining taxmin qilinishicha, mana bu Mahmud Ablimitning chet eldagi tashkilotlarga bog'lanib, ayblanishidagi birdan-bir paket bo'lishi mumkin ekan. Xitoy Moliya Ministrligi qaror chiqarib Uyg'ur elining yaqin yurtlariga mablag' solgan Xitoy shirkatlaridan boj kechirim qilinganligini bildirgan bo'lib, bu kuzatuvchilarning diqqatini tortmoqda. Xitoydan chiqadigan xalq gazetida ko'rsatilishicha qaror 2010-yildan 2020-yilgacha kuchga ega bo'lib, Uyg'ur elining janubidagi Namrat rayonlariga mablag' solgan shirkatlarga qartilgan ekan. Kanadadagi nom sharifini oshkorlashni xohlamaydigan bir Uyg'ur ziyolisi mundaq deydi. Bu qaror Uyg'ur elining ekologiyasiga ziyonli bo'lib qolmasdan, balki Uyg'urlarning milliy mavjudligiga og'ir tahdid etib keladi. Hong Kongdagi kishilik huquq va demokratiya uchur markazining xabar qilishicha, 26-iyun tushdan keyin Hunan o'lkasining Juju shahrida Uyg'ur tijoratchilar bilan Xitoylar orasida mojaro yuz bergan. Xabarda bayon qilinishicha, shu kuni dastlabda ko'chada yoyimchilik qilayotgan bir Uyg'ur tijoratchi bilan bir Xitoy urushib qolgan. Arkadan 10 necha Uyg'ur tijoratchi qo'llariga pichoq ilib, shahar markazidan o'tadigan bir yo'lni to'sib olgan. Buning bilan necha minglagan Xitoy aholisi atrofga o'lashgan va qatnash to'silib qolgan. Xitoy saqchilari atrofni qurshab, vaziyatni kontrol qilgan, ammo shu mezgilda odam tutmagan. Xabarda voqeaning kelib chiqish sababi va yoki oqibati haqida tafsiliy ma'lumot berilmadi. Doktor Erkin Sidiq Efendi 6-ayning 23 kuni Turkiya Bilim va Texnologiya tadqiqot idorasining Olam tadqiqoti institutida yer sharining sirtidagi planetlarni kuzatadigan Olam teleskopi temasida doklad berdi. Bu doklad berish yig'iniga Turkiya Olam tadqiqot institutining tadqiqotchilari, bir qism o'qituvchi va aspirantlar qatnashgan. Doktor Erkin Sidiq yana kech soat 7larda Türk Ocaqlari jamiyatining zalida Anqaradagi Uyg'urlarga tashqi planetda hayotlik bormi ve muvaffaqiyat qozonishning yo'llari temasida doklad berdi. Doktor Erkin Sidiq Efendi Uyg'ur fan ma'rifi va Uyg'urlarning kelgusi mavzuliq ilmiy muhokama yig'ini uchun Turkiyaga kelgan. Xitoy ishlab chiqarish qurilish armiyasi, ya'ni Bington 1954-yili qurilgandan buyon uzluksiz kengayib, navbatda umumiy nufusi 3 millionga yaqinlashgan cho'ng gavdaga aylangan. Amerikadagi Laogay fondi jamiyatining qurg'uvchisi Harry Wu va ilgari Bington igdorchiligidagi Shixanz universitetida o'qituvchilik qilgan Elshad Hasan apandilar Bington Uyg'ur xalqining mavjudligiga eng cho'ng tahdid deb ko'rsatdi va buning qarta tadbir qo'llanishining zarurligini ilgari surdi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Bington Uyg'ur yurtlariga yaqin joylarda shahar barpo qilishga boshlagan. 28-iyun Germaniyadagi Uyg'urlar Tibetlar bilan birlikda Berlin shahrida namoyish qilib, Wen Jiabaoning Germaniya ziyaratiga norozilik bildirdi. Xitoy bosh ministri Wen Jiabao dushanba kuni 3 kunlik Angliya ziyoratini oxirlashtirib, seshanba kuni Germaniya ziyoratini boshlagan. Namoyishda Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Tibet tashkilotlari axborot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va Tibet xalqiga silayotgan zulmini fosh qildi. Xitoy bosh ministri Wen Jiabaoning Germaniya ziyorati munosabati bilan Xalqaro kechirim tashkiloti va Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq 4 cho'ng tashkilot 24-iyun Germaniya bosh ministri Merkel xonimga ochiq xat yozib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda kishilik huquq masalasini o'tirg'a qo'yishini talab qilgan edi.
Dünyanın hər qaysı şeylərdəki Uyğurlar 5 iyul vəqəsinin 2 yıllığını hər xil şəkildəki qarşılıq namayişlər bilən xatırlamakçı. Bu xildəki namayişlar Amerika paytaxtı Washington alayda rayoni, Germaniya, Gollandiya, Türkiyə, Avstraliyadakı bir qism şəhərlər, cümlədən Avropa əllərdəki mühim şəhərlərin həməsində degidək ötküzülməkçi. Radiomuz Tor televiziyasımı Washingtondakı namayişni naq meydandan xəbər qılmaqçı. Televiziya xəbəri radiomuzun torida naq meydandan tarqıtıldı. 5 iyuldakı namayişda qayta görüşkəyimiz. Möhtərəm televizor kögüçülər, yuqorda Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Diqqət bəyininglər rəhmət. Kelər həftə görüşəyli. Aman bolаңlar. Xeyr xoş.